Shaytonga Ayol hayb berish kishiki kerak. agar erga xiyonat qilar ekan, u ko'zdan bo'lsin, u quloqdan bo'lsin, u qalbdan bo'lsin. Hali yaqinlashgan yo'q, zino degan gap yo'q. Albatta Alloh uni jazosini beradi. Hamma ayollarga bu gap. Hamma ayollarga. O'zbek millatida avval fohishalar bo'lsa surgun qilishgan, olib dashga tashagan. Ovqat ham bermagan, kirib suyak yo'q bo'lib ketgan. O'sha joydan odamlar o'tmagan, kasofat uradi. Nima bo'ldi ayollar? Nimaga? Endi chiroyli, go'zal bir holatda mayli. Balkim bir vaqtim bo'lsa, borib bular bilan bir gaplashib holatim bo'lsa, odam Amirxon men hurmat qilaman, shuning uchun o'tiribman. Bo'lmasa daqiqalarim hisobda. Sendan iltimos qizim, aqlingni joyiga olib, shu farzandlarni to'yini ko'r. Shu farzandlarning nikohini kelinlik ko'r. Xudo xolisa boyligini ham Xudo senga beradi. Qachon beradi? Qachon er hurmatini qilsang, qachon izzatini qilgin, Alloh o'zi xazinasidan yetkazadi.